Assalomu alaykum, Shopur akalar, usta akalar, yaxshimisizlar? Ishlaringiz yaxshimi? Bizlarda bugun sementovoz kelgan. Sementovozimizda sutsalarini ochib qaradik. Qachonlar alishtiriladigan holga kelib qoldi ekan. Orqasi ham oldi ham kuyib. Bu sutsamiz almashadi, aboy emas, aynalib yotibdi. Yangi pulnikilar qo'yib beramiz. Kalotga klipat bo'ladi. Orqa bankasi yechildi, bir tomoni Sutsal zaklient qilib chilogini yeb qo'ygan ekan. Yangi sutsalar kelindi. Bunlar yangi qo'yiladi. Bu sutsal qo'shimchalari ham almashadi. Struchka bo'yatdi. Zapchastlar keldi. Mana yangi sutsamiz. Kelishimiz qo'shimchalar keldi. Klipat qilindi, orqalari sutsamiz zaklient qilib halqani chilogini yeb qo'yibdi ekan. Uni yechib to'kirga berib yubordik. Pechka orti keladi, bu tomonlari ham sut pitsalari mo'ylanib sivosib bo'ladi. Bizlarni kuzatishda davom etingizlar. Bundan yaxshi videolar chiqarib boraveramiz. Sog' salomat bo'linglar.